Yo'q, shunaqa bo'ldimi? A, keyin nima dedingiz siz? Voy, asfirman. Alo. Assalomu alaykum. Sizning kartangiz bo'yicha shubhali operatsiya aniqlandi. Biz bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Voy, kredit deysizmi? Men kredit olmaganman. Qanaqasiga kim men nomidan kredit olishi mumkin? Yo'q, bo'lishi mumkin emas, adashyapsizlar sizlar. Nima qilaman endi? Hozir nima qilishim kerak men? Kod keladi. Hozir sizga aytaman. Hozir mana kodni yozib oling. 715 512. Endi nima bo'ladi? Endi qanaqa men nomimda bo'ldi-ya endi kredit. Endi kim to'laydi u kreditni? Men to'laymanmi? Infinbank xodimlari hech qachon sizdan to'liq kartangizni raqamini, PIN kod, CV kod hamda tasdiqlash kodini hech qachon so'rashmaydi. Agarda qo'ng'iroq sizga shubhali tuyulsa, suhbatni darhol to'xtating va bankning shaxsiy raqamlariga qo'ng'iroq qiling.